Mana Salom do'stlar, bugun biz bu uychani quramiz ichini. birinchi sanki Vah, zo'r joychi ekan. O'zi ham. Yotib ko'rchi aka. Zo'r joychi ekan. mana rasmimni qo'yibman bu yoqqa. Benim chizgan rasmim. Endi Mana yeguliklar bor. Mana yong'oq. Mana sayyoralarni ham chizganman. Mana buni bu ham bor, ya raketa. Tomni ko'ramiz, tomchasi. Yo'q. Turib ko'raman. Sig'may qopman. O'zi toza sarma katta bo'lib ketganimga shunday bo'lib qopman. Sen gapiringni. Ina qo'rqinchli narsalarga o'tdik. Hozirgina Sizlarga bir qo'rqinchli hikoya aytib beraman. Yer hayotdan bo'lgan. bu do'stlar Men kechqurun domga yashaymiz. Domni oynasidan qarardim. Kechasi bir qora narsa yuradi. Uni videoga oldim. Bittasiga videoga qarasam, video o'chib ketgan. O'shanga hayron bo'ldim. Haqiqatda narsa. Videosi. Juda qo'rqinchli narsa edi. hozir do'stlar o'chirib turadi videoni. Mana pari qizimizdan keyin soyga o'taylik. Mana bu bunaqa. Qaramang. Hozirgina uyqudan turdi. Bechi ruchkacha ko'ram. Endi kulida o'ychi. Zo'r ruchkacha. Qayerda oling? Bozorda. Bozordan. Hop. Kulida. Mana yana bitta ruchkasi ham bor ekan. Bu menga ekan. Davay. Yana do'stlar, yana bittasi aytib beraman. Hayotimda ko'p qo'rqinchli narsalar bo'ldi. Eng qo'rqinchligi bu ko'rmasligi. Mana shu uyga. Mana shu uy. Men kechqurun dalaga chiqqan vaqtim bir oq narsa ko'rdim. Oq narsa arkasiga borsam, bir qora narsa bo'lib qoldi. Oldiga borib, bunday qarasam, menga qaradi. Ko'zlar qip-qizil. Shunday qo'rqinchli narsa chopib uyga kirdim. Bu narsa rostmi yoki yolg'onmi deb bitta o'yinchoqchani tashladim. Qurtmi, o'yinchoqmi, toshmi tashladim-da bir narsa. Keyin ikkitasiga ayvonga kirsam, o'sha narsa rost ekan. Tosh o'sha yoqqa turibdi. O'shaning uchun qo'rqib ketdim. Juda ham ko'p bo'ldim. Bu safar eng qo'rqinchli yo'llarga bo'ldimi? Ishdi. Bu safar juda ham qo'rqinchli bo'lsa. Juda.